Siz yoningizga bir iltimos bilan kelgandim. Eshitdim hammasini. Uyimizga boribsiz. Oyim qo'ng'iroq qildilar. Kuyov, ana shu kichkinagina qizingiz haqqi hurmati ajrashishdan voz keching. Axir o'sha kichkinagina qizalog'ingizni kelajagini o'ylang. Orqasidan o'g'il qizlar bersin yana. Gulday oilangizni barbod qilmang. Endi qizingizni minnatli dunyosida yashaymi? Voy, Undan ko'ra o'z ulushimni olib ketganim yaxshi. nimaga unaqa deysiz? Axir ikkalaylar ham ishlasanglar, uyim joyim desangiz. Qizim minnat qilmaydi, bolam axir uyga kiritdi-ku. Kiritatdi eri bo'lganimdan keyin. Hozir men ishlarim yurishmayapti. Shuning uchun menga pul kerak. Jon bolam, nimaga unaqa deysiz? Qizim o'zini kuchi bilan, bizni ozgina qo'llab-quvvatlashimiz bilan uy oldi, mashina oldi.